Так, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ulug'bek KG kanali. Biz hozir YouTube'dan qanday video ko'chirsa bo'ladi? O'shani ko'rsatib beraman. Mana mesi YouTube'ga kiramiz birinchidan. Kirgandan keyin misol ozroq minutasi bor deb ko'chirib ko'raylik. Misol 1 minut 32 sekundkin shuni ko'chirib ko'ramiz. Shuni bosamiz. Don't take a ring. Bu yerda non bosamiz. Shuni bossak no copyright ссылка degan chiqadi. O'shani bosamiz. Copyright oldi. Endi do'stlar YouTube'dan chiqib Google'ga kiramiz. Nega? Google'ga kirib bu yerga hozir tasvir chiqsin. Nega do'stlar bu yerga yozamiz ham. Inglizcha. Save from net imp4 deganda bosasizlar. Mana bosqanda skачать YouTube video бесплатный save from net. Shuni bosingizlar. Ondan so'ng nega kirdi? Endi bu yerga janaga copyright etgan ссылканы bu yerda palish bilan bosib tursangizlar, выставить deb chiqadi. O'sha выставить deb bossangizlar, o'sha janaga copyright etilgan ссылка o'zi kiradi. Qo'yiladi. Ondan keyin kutib turasizlar, mana keldi. Boyaqi video bu yerga qo'yildi. Endi skачать degani bosasizlar. Men skачать qilmayla qo'yayin. Skачать qilsangizlar o'tadi shu galeriyaga tushadi. Bu yerda aytib ketish narsa MP4 720 lar o'tadi. 360 degandek o'tmaydi. O'sha yerini qarab turib 720 larda o'tkazsa bo'ladi. Nega do'stlar? Agar video yoqsa like bosingizlar, yana podpisatsiya bosingizlar.